Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan keyingim. Bolalar, bugun sizlar bilan o'tgan qismda sotib olgan mashinamizni tuning qilamiz o'rtoqlar. Damin sizlarga va'da berdim. Shu mashinani tuning qilamiz. Mana o'zim kichik introimdan keyin videoni boshlaymiz. Ketdi. Короче, men bitta YouTube'ga ko'rib qoldim, parkourga borganim. Mana bu YouTube'ga ko'rib qoldim. Buraya boryapti. Va bu brat fanatim, obunasiman, havas qilaman bu bratga. Va bolalar o'sha brat menga Короче, uch hafta izlamasdan 150 pul berdi. 153 ming berdi bolalar. Judayam zo'r. Aka, rahmat katta videoni ko'rgan bo'lsangiz. Ana men brat ko'rib YouTube kanal bor. Mana chekada chiqarib qo'yaman. Tak bolalar, hozir meni kamroq, hozir kam emas, to'g'ri, endi men ikkita hamma pulim o'shalar borib olamiz. Bu mashinani emas, boshqa mashinani tuning qilamiz. Bu mashina emas. Tak, hozir men bitta как раз men Lamborghini ichiga hech kirib ko'rmaydiganman. Bolalar, men Lamborghini qanday olayin desalaring, olmadim. Просто bu promo kod vaqtinchalikka. Lambis promo kodini kiritsalaring, sizlarga shu bir soat o'ynagandan keyin shu mashinani beradi sizlarga o'rtoqlar. Judayam zo'r mashina. Men shekillanamanda. Birinchi nimadan bankka boramiz, keyin o'sha mashinaga kirishimiz kerak. Tak, ketdi. Men yaqinimizda ekan. Yo'l uncha ko'rinmayapti, lekin haydasa bo'ladi. Men chekkalarga qarab. Tak. Men o'yinning ovozini o'chirib qo'yganman, sizlarga xalaqit bermaslik uchun, ya'ni videoga vaqt bo'lmaslik uchun. Tak, olamiz. Bankda cash o'tkazib yubordi, rahmat aka kattagan. Tak, bizam qancha olsa ekan? 500 ming olamiz. 500 ming. 475 ming tushdi. Yana bankama judayam qimmat olargan o'rtoqlar. 30 ming. Mayli. Tak. Endi o'sha parkourga borib mashinalarni olamiz o'rtoqlar. Да, у меня ветер в голове, зато счастливая, а вы нет. С первого взгляда не влюблюсь. Если обидишь, я сделаю укус. Ты хотел купить меня, но ты беден. У тебя нет ничего, кроме денег. У меня денег самой дожди. Ты меня ждешь. Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на 1000 карат. Voy bolalar, mana parkourga kelib oldim. True. Tak. Serverdan olamiz. Boyaga mashinamizni serverlaymiz. Xo'sh, mana shu mashina edi o'rtoqlar. Taksiga qo'ygan mashinamiz. Xo'sh. Mana shunday. Shuncha zo'r emas. Chunki bu nima? Dronga qo'yib qo'ying, kimdir oladi shuni. Xo'sh, qayerda ko'rgan? Dronga qo'yib qo'ying, kimdir olardi.
2,5 mingga qo'y. Mana shu yerlarda ko'rganmi nima? Voy, mashina bilan ketgan. Mana shu yerga olamiz. Mana qachon qilamiz? Sekin. Takki olamiz. Niklas. O'g'lim to'g'risi birinchi marta nima olishim. Sразу urib o'tamiz. Birinchi marta tuning qilishim o'rtoqlar. Hop, kira olamiz. Tak, birinchi bo'lib biza juda o'zgarib ketibdi. Xo'sh. Birinchi bo'lib dvigatelni sotib olamiz. Qancha? 250 ming. What the? 100 ming. Osma 180 ming, 150 ming. Valla juda 1 million hammasini qo'yish kerak deganda. Xo'sh. 200 turbo. Ay, turboni sotib olamiz o'rtoqlar. 444 ming pulimiz qoldi. O'zi ikkingiz 450 ming. Men buni sotib olsammikan o'rtoqlar? Transmissiya, gaming, chip tuning. Hozirchi bo'la. Hozir biz turbo dvigatelni kuchaytiramiz, faqat yana tuning qilamiz deymiz. Nima anaqa qilamiz? Rang berib, cho'tka qilamiz. Normal. Orqa. Standart. Oldu bumper. Standart. Mutluyum. Zor okumayken yok. Ne durumda şurada? Yani öğreniriz. Tekrar bütün maşine çıkarıştısını. Çok güzel tek. Ben bir yaşım. Umarım benim soru olarak zıplıp hiç naramaydı. Tek tam kısmımız hem yon poruk değil. Yon poruk gireyim ortada. Untuk mayli ortada bu mashinaga mehr beramiz ortada. Tak. Vallahi qaytamiz endi. O'sha rang beramiz o'rtoqlar bunga ko'p bersam ekan. Rang arzon ekan. Qora buncha bir yarashmayapti deganim, lekin yaxshigina yarashar ekan. O'sha bir oqchi. U men ko'raylik. Oppoq qo'ysam. Men qorong'i yaxshimikan? Mana sotib olamiz. Diskalar kelsak o'rtoqlar. Xo'sh, qanday diska yarashar ekan? Va men shunday qilib diska tanlashga kirishib ketdim. Babamdan olishga qaror oldim. Mana shu tushadi. Sotib olamiz o'rtoqlar buni ham. Menimcha yana pulga qo'ysak kerak.
diska rangi. Voy, bola bu qimmat ekan-ku diska. Diskaga rang berish. Qora qo'ysam bo'lmaydi. Yashil qo'ysam bo'lmaydi. Такой скрон turish kerak to'g'ri. Do'stlar, skronni topshirdi. O'ziga yarashib. Xo'sh. Yashil nima ekan? Ko'k mumkin. Menimcha yashil ko'proq chiqyapti. Sotib olamiz buni ham. Vallahi pulimiz qolmadi. Bu neon nima ekan? Nima bu neon? Bana qora qilsak. Tak, vinil oram ular. Birgan rangimiz bir tema qoladi, buni qo'ysak. Eng qiziq bola biz pulimiz qolmagan. Shunday sotib oldikmi? Tezligi ham ancha oshibdi menimcha. Tak, hozir biza bankomat qayerda edi-ya? Men bu yerda. Xo'sh. Menga tezligi oshganga o'xshayapti. Turbon dvigateli kuchaytirmadik, faqat kuchaytirak. Xo'sh. Necha olamiz? 500 ming yana. Xo'sh, mana 500 ming bo'ldi. Hamma yarashdimikan, to'g'ri? Tak. Borib olamiz ham. Tak. Hali o'rtalarni o'tirmay shuni sotib olamiz. Alt o'yini. Menga to'g'ri o'rtaman ichini haydash yo'g'adi, shunga eshik oynalarni qora qilamiz. Oldini, orqa oynasini. Menimcha hammasi birdaniga bo'lsa kerak. Mana tepasi jilluki. Eshik oynasi, old oyna. Mana lukkan bir yala. Nega shunaqa qilyapti? Luk ham birdaniga bo'lar ekan. Mayli, o'rtalar nima deymiz? Sotib olaveramiz. Pulga qaragan to'g'risi o'rtoqlar. Mana metro nima ekan? Qani metro menimcha mana chiqadigan narsa olish kerak.
Mayli. Metro o'rnatildi deyapti. Gidravlik. Bundan sotib olamiz o'rtoqlar. Mana bolalar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga omad, hammaga xayr har doimgidek. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha hammaga xayr.